Men ishonaman bir kun, o'sha kun keladi. Adolatsizlikni ko'rganinglarda qo'rqmasdan gapirasizlar. Men ishonaman, shu kun keladi hali. Adolatli gapirayotgan odamni ko'rsanglar, qo'rqmasdan laykka bosib chiqib ketasizlar. Chunki men ko'ryapman, bilyapman, mana atigi 500-600 ta prosmotr bo'lyapti. Layk bosilmaganiga ko'tarilish, laykka chiqishi qiyin bo'lyapti-da videolar. Ko'ryapman, kirib storylargacha kirib ko'ryapti-da shu prosmotr berayotganlar hammasi. Storylar ko'p kelyapti, ko'rishyapti. Lekin shular nima kelyapti? Ichida dardi bor shularni, lekin layk bosib kelmayapti. O'zidan qo'rqyapti hamma. Lekin bir kun ishonaman, agar o'lmasam inshaalloh shu kunlarni o'zim ko'raman.